O'zing tashna etding, o'zing suv tutding. Qalbimdagi sahrom, daryomsan xalqim. Seni seva men boyib ketdim. Dunyo ichra topgan dunyomsan xalqim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Jannat makon ona O'zbekistonimizda qo'shaloq bayram. Kechagina nishonlangan Eid Ramazon bayramimizdan keyin mana yasharish, yangilanish, mehr oqibat bayrami Navro'zi olam tantanalari kezib yuribdi. Aziz yurtdoshlar, hurmatli mahalladoshlar hamda mahallamiz mehmonlari, bugungi mana shunday ko'tarinki ruhda boshlanayotgan shodiyonamizni 1988-yilda tug'ilgan akalarimiz, do'stlarimiz bugun tashabbuskori hisoblanadi. Birlariga ming bersa, mana elimizni quvonchli kunlariga katta hissalarini qo'shib, ancha savobli, xayrli ishlarni amalga oshirgan, bularni albatta kasbkorlariga, umriga, rizqiga barakalar ato etsin. Mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek, bir-biridan xayrli, yaxshi ishlarni ko'p amalga oshirgan, bir-bir e'tirof etib boramiz. Shu asnoda ba'zilarni aytib o'tamiz. Bugun mana Abdullahjon, Odiljon va Xushnujonlarning sunnat to'ylari nishonlab berilyapti. Oqsoqol bolalarimizga navbat beramiz. To'y vallahi katta yigit bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, qishloqdoshlar. Mana bugun rais va ta'riflagandek kecha Eid Ramazonni o'tkazdik. Mana bugun yangilanish, yasharish bayramini o'tkazyapmiz. Hammalaringizni shu bayramlar bilan chin qalbimizdan, oilamiz nomidan, mahallamiz nomidan, hokimiyatimiz nomidan tabriklaymiz. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Hammalaringizni mana bugungi Navro'zi olam bayrami bilan tabriklayman. Mana 88-yilda tug'ilgan bolalarimiz mana shu tashkiliy ishlarni tashkil qilibdi. Ularga juda ham katta rahmat. Ota-onasiga ham rahmat. Bundan ham ziyoda marakalarni shunday tashkil qilaversin. Uylarida ham to'ylari, tomoshalari ham juda ham ko'p bo'lsin. Bu yilgi ishlari uchun bularga mingdan bir rahmat. Bundan keyingi qabul qiluvchi farzandlarimiz ham bulardan ham ziyoda ishlarni tashkil qilaversin. Elimizda mana shunday bayramlar, to'y tomoshalar juda ham ko'p bo'laversin. Hammaning ishi doim omadli bo'lsin. O'zbekistonimiz gullab yashayversin. Prezidentimizning umri uzoq bo'lsin. O'zbekistonimizni dunyoga rahmat aytsin. Assalomu alaykum azizlar, jigarlarim, hamqishloqlarim, opa, singil, aka, ukalar. Mana bugun ulug'ayam Navro'z kuni. Qo'shaloq bayram. Bugun Navro'z bo'lsa, mana kechagina Hayit namozi o'tkazdik. Hammalaringizni mana shu bayram bilan samimiy tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli mahallamiz oqsoqollari bo'ladi. Mana bugun shu 88-yilda tug'ilgan mana nevalarimiz, ularimiz, farzandlarimiz bilan xayrli bir ishlarni qilyapti. Hammasi bu yilning obodligi. Men shu nevalarimizni va Alloh taolodan so'raganim shu nasib qilsa, 5 ta farzandlari bo'lgan shu haj amallarini bajarib berish Alloh taolo nasib qilsin. Barchalarga Alloh taolo doimo shunday sog' salomatlik bersin. Shunday yilning xayrli ishlarida tashabbuslar bo'lsin. Mana shunday to'ylarimiz ko'p bo'lsa elimizda, bizlar qo'ldan kelgancha shu xizmat qilamiz. Hammangizga rahmat. Qur'on tilovat qilinadi. Hammangizni taklif etamiz. Stollarda joylarni egallashlaymiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vel aqibati lil muttaqin ve salatu vesselam ala hayri halqihi Muhammad ve alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Bayramlari muborak bo'lsin. Jumla shu bozor xalqiga mana Navro'zi alam yangi omadlar keltirsin. Yigitlarimizning kamoli ziyoda bo'lsin, fakay farodigan. Mana endi Alloh taolaning kalomi ulug', shu qatorida diqqat bilan e'tibor berib quloq solib tursangizlar, albatta shukrona savoblar bo'ladi. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وحسن أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن فروردگارا o'qilgan oyat karimalardan shu bugun qilinayotgan ihsonlardan hatm Qur'onlardan hamda mana shu ukalarimizning ihsonlaridan bo'lgan savoblarni odamdan xotimgacha xotimdan shu damgacha bo'lgan jamiyatga o'tgan payg'ambarlarga xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam azrulariga u kishining ahli baytlariga chorinlarga sohibai ikromlarga tobiin va tobiinlarga mursalinlarga mushtahillarga ulamo avvalin ulamo oxirlarga imom azam kufi sufi rahmatullohi alayhi azrulariga temir firlari Davud alayhissalomning ruhoniylarga chorva firlari dehqon firlari o'tgan aziz avliyolar sho'rg'izrata qaratota bingilmishota bo'tamiz avliyolarga mana shu qishloqlarimizdan mahallalarimizdan o'tib ketgan barcha mo'min va mo'minalarga muslim va muslimalarga hamda mana shu yerda duoga qo'lashtirgan jumlayi mo'minlarni o'tib ketgan barcha yaqinlari mudullarga xususan mana shu ihson sohiblaridan bo'lgan 88-yilda tug'ilgan ukalarimizning ba'zilarining o'tib ketgan bo'lsa otalariga ba'zilarining o'tib ketgan bo'lsa onalariga va barcha o'tib ketgan yaqin mudullarning ruhoniyatlariga hamda oralaridan o'tib ketgan Baymurodov akamizning o'tib ketgan o'g'illari Shirolijon ukamizning ruhoniyatlariga barcha mudullarning ruhoniyatlariga fi sabilillah baxshid etdik. Alloh o'tganlarning ruhlarini shod qabrlarini nurga to'ldirib qilinayotgan ihsonlarni ham Alloh dargohida qabul mag'fur aylagan bo'lsin. Alloh taolo mana shu ukalarimizning xonadonlariga tinchlik, osoyishtalik, fayz va baraklar ato qilsin. O'zlarining ahliyal o'g'il qizlarining aka-uka, ota-ona barcha yaqinlarining Alloh tana jannatini sog' qilsin, umrlarini uzun qilsin, rizqlarini ziyoda qilsin. Qilayotgan ishlariga, kasb-korlariga, dehqonchilik, chorvachilariga Alloh barakalar ato qilsin. Mana shu bugungi boshlayotgan bayramlarimiz yaxshi o'tishini Alloh nasib qilsin. اللهم بلغ الثواب ما تلاوة من القرآن الكريم إلى جميع الأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.
Qatarda borda. Assalomu alaykum. Bag'aylar hamma yaxshimisiz, ko'rmasizlar. Mana bugun 1988-yilda tug'ilgan ukalarimiz bir ihsonqim yilga osh berib, mana 3 ta to'ylarni to'ytib beryapti. Mana shu insonlarning biriga ming bersin. Doim Allohning hurmatida bo'lsin. Kasboriga, umriga, rizqiga Allohning o'zi nasib qilsin. Baraka bersin, nasib qilsa kelajagi porloq bo'lsin. Doim topganlari to'ylarga, yashkinlarga bersin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bir zumgina chorlagim kelar, nelargim seni sog'indim. O'tib ketdi qanchalar bahor, topolmadim bir do'st safodor. O'tib ketdi qanchalar bahor, topolmadim bir do'st safodor. O'zing dildosh, o'zing beg'ubor, bolaligim seni sog'indim. O'zing dildosh, o'zing beg'ubor, bolaligim seni sog'indim. Varlığımı almayla, geçer sevgim koydu, aklımdan astırma ey yar. İzlemeye korkmaysan benden, İçlerim yalvarlarından, muhabbetinden, kıymasın gönül, kıymasın gönül. Dünyanın güzelleri kızlar, üzüldük uyanmayı bizler. 1987-89-yillar qilib beradi. O'g'lar, yaxshilab omin beringizlar. Endi hozir omin berang. Keyin bularga nasib bo'lsa. Yana tezlashtirasiz. Salovatlar, salomlar bo'lsin. Ya Rab, yurgan kuningga, bergan ne'matlaringga, rizqlaringga shukr. Amin. Xudoya mana shu nabiralarimizning mazkur xayri insonlarini Allohim o'zing dargohingda qabul qilgin. Hammalari oila a'zolari bilan tinch omon bo'lishini o'zing nasib et. Hammalari qilinlar bilan qo'shsha qarib, baxtli saodat bo'lsin. Ya Rab, o'zing nasib etgin. Oila a'zolari, o'g'il qizlarining hammalarining umriga, rizqiga, ilmiga, yiqonli chorvasalarga barakotlar bergin. Kelagi Navro'z bayramida saflarimiz bundan ham kengayib, Navro'z bayram qilishda hammaga yaratganning o'zi nasib etsin. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Allohu akbar. Mana shu jamoatimizda qo'l ko'tarib turgan birodarlar, mu'min musulmonlarni Alloh taolo qalbimizdan Allohga shukr qilamiz. Ey fakay Parvardigor, mana biz 89-yilda tug'ilgan bolalarimizni Alloh taolo iqbolini baland, umrini uzoq, kelajagini parlaq qilsin. Bu yili qiladigan niyat Navro'zlarni Alloh ijobat qilsin fakay Parvardigor. Xonadonlariga tinchlik, omonlik, fayz baraka bersin. Ulkan niyatlarni Allohga muhtoj qilsin. Allohumma salli ala سيد خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.
chiqinglar. Mana shu yigitlar kelajakda xalqimiz koriga yaraydigan elimizning eng zabardast farzandlari bo'lishiga tilakdoshmiz. O'qishlariga, ishlariga omad tilaymiz. Kelajagi buyuk yangi O'zbekistonimiz uchinchi uyg'onish davriga xizmat qiladigan mard oliyjanob farzandlar bo'ladi deb niyat qilamiz. Yuqoridagi duolarda ham albatta bularni qo'shganmiz, ijobatini tilab qolamiz. Rahmat. Bozorboy sog' bo'ling. Biringizga ming bersin, umringiz uzoq bo'lsin. Tashkilotchi akalarimizga sovg'alarni topshiramiz. Yaxshi kunlarga buyursin. Quvonchlaring bardavom bo'lsin. Tabriklaymiz. Qo'li bo'sh mehmonlarimiz qarsak chalib qo'yamiz. Qarsak chalganlar uyida to'ylar bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Rahmat. Chalmaganlar uyida ham to'ylar bo'lsin. Aziz do'stlar, san'atkor do'stimiz tashrif buyurgan Ko'kdala tumanining Shovvoz xonandalaridan 1988-yilda tug'ilgan akalarimizni ajoyib bir Navro'z bayrami bo'lyapti ekan. Shu fursatdan foydalanib mana shu yerga bizni taklif bergan hammani mana shunaqa bayramlarga yetkazsin. Navro'z ayyom barchaga muborak bo'lsin. Ana endi ana yoqda o'tirgan opalarimiz, akalarimizni chiroyli o'yinlarga taklif etib qolamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Marhamat. Barglar yumshalar hidalasan oy desam oyga termalar to'ymasan qaramadi gul dedim qaramadi oy dedim qaramadi sevda yorim qaramadi oy jamol güzel zaman misalinle sarıldım yaman bir güzelne tarif etsem ramnazik gül yaprağını çıksam undan ham nozik yangi liboslarda yal yonar İkimiz sodda edik, sevgimiz ham beg'ubor, ismimiz yozar edik, esingdami o devor. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda, seni jondan sevgandim, eng go'zal nomimda. Ko'k shigulik, eslatadi sevgimizni el shigulik. Ko'shmigulik, qizg'anadi meni sendan o'sha gulik. Ay ko'k shigulik, eslatadi sevgimizni el shigulik. Ko'shmigulik, qizg'anadi meni sendan gulik. Qozog'istonda xizmatdagi qo'shiqlarimizda marhamat. Hayya sirlarim ham ketma g'ashiya suygan derdi betim yiya haydasin derdi keseray hayya qalamdan qavusmasin chiya tomosha bizning nostalgiya haydasin derdi keseray 95'te özgünlük, 96 jitlimli, bastanımdan keskinlik, 98-9'da 90 oynadık, feya belisa, bitti minge doymadık, süйтіп тура арманға жетіп көптеп ойнадың, соңғы шаққы қайда? Men жазған
xonandalardan Ko'kdala Zafar Tursunov hamda uning o'g'li Zamirjon Sadinov navbatda ulashamiz. Marhamat. Digmasi bag'rama bosildi, qo'llari bo'ynama osildi. Digmasi bag'rama bosildi, qo'llari bo'ynama osildi. Meni hayron yuragimga ko'zdagi Shamolda saching sochildimi, ko'mirday baxting ochildimi? Shamolda saching sochildimi, ko'mirday baxting ochildimi? Belingdan tutsam bo'ladimi? Belingdan tutsam bo'ladimi? Beli uchoqing to'ladimi? Beli uchoqing to'ladimi? Shamolda saching sochildimi, ko'mirday baxting ochildimi? Shamolda saching sochildimi, ko'mirday baxting ochildimi? Qo'shib yodira borasiz, qulon boshqilda yodira borasiz. Qadam bosib bilmaydagina ko'zlari xumor dera borasiz. Qadam bosib bilmaydagina ko'zlari xumor dera borasiz. Turmushda ozor dera borasiz, sizsiz qandoq dera borasiz. Yuz bo'lsa-da, yuz bo'lmagan sizda dadalari borlar, qullarni dog'lar, qanisizdek bo'lsam dada. Omadim yuz bo'lsa-da, yuz bo'lmagan sizda dadalari borlar, qullarni dog'lar, qanisizdek bo'lsam dada. Mehribonim dadam, dadam, dunyoda yo'q sizdek odam. Jonajonim odam, onam. Dünyada yok sizdek odam, jonajonim otam onam. Mehribonim dadam, dadam, dunyoda yok sizdek odam, jonajonim otam onam. Mehribonim dadam, dadam, dunyoda yok sizdek bo'ladi gilamda, tungi yuqur olamda, mag'rur har qanday damda. O'zbegim polvonlari olgani zoti halol, mingani oti halol, hammani qo'l birar bor. O'zbegim polvonlari, o'zbegim polvonlari, asrman o'g'lonlari kurashar yurt uchun. O'zbegim polvonlari, o'zbegim polvonlari, asrman o'g'lonlari kurashar yurt uchun. O'zbegim polvonlari. O'z yo'li bor, ofat yur, yorug' manzil tomon borar karvoni. Tarifin tinglagay Qashqadaryoni. Hey, buqar bordir dehqonobod tog'ida, dil yayraydi kitobning chor bog'ida. Hayot suvin aksi ko'rinadi, ko'hna kishning tiniq buloqlaridan. Boyitgan jonga rohat havoni, tog'larin ko'rgay Qashqadaryoni. Boyitgan jonga rohat havoni, buloqlarin ko'ring Qashqadaryoni. Banu mehmon do'st har insoni, kelib ko'ringlar ey Qashqadaryoni. Inson ulug' yor birodar do'st bilan, hayot qiziq bo'lar baland qas bilan. Zorliklar yelkasi yer ko'rmagan, mehmon kutar tandir yuzi go'sht bilan. Labzi halol qo'til bobo dehqoni, ko'ring dehqonlarin Qashqadaryoni. Labzi halol qo'til bobo dehqoni, ko'ring dehqonlarin Qashqadaryoni. Rizqi gunar chiroqchining cho'lidan, topmagan xiyolli yo'qnasidan. Bugun dunyo ahli libos kiygaydir, oq oltiga boy nishon paxtasidan. Halol mehnat bilan qaynar qozoni, mehnatin ulug'lang Qashqadaryoni. Halol mehnat bilan qaynar qozoni, mehnatin ulug'lang Qashqadaryoni. Bizga yurtboshimning nazari, bo'lmoqdadir tumanlarning guzari. Taruzlari tanilgan keng olamga, bordir Ko'kdalaning shunday ashoni. Bir kelib
boshqa daryoni hozir ko'kdalarning shunday ashoni bir kelib ko'ring ey Qashqadaryoni kelib bir ko'ring ey Qashqadaryoni. Malika Budur sizni bizning xizmatimizga shay holatda turibdilar, mamnuniyat bilan sahnamizga taklif etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda go'zalim taxallusi bilan tanilgan san'atkor singlimiz, marhamat. Sevinib o'ynang, dabilsizlikka berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzandsizlikka kerilib o'ynang. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin navosi. O'zgarib ketsin ey ob-havosi, bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim. Oyingizda jannat yastanar onam, yuragitsin loyim ustizar onam. Oyingizda jannat yastanar. Allah ayirmagan meni do'stlarimdan, xabar olib turar kamu ko'zlarimdan. To'y bazmda chin do'stlarim davra naqshi, bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi. Allah ayirmagan meni do'stlarimdan, xabar olib turar kamu ko'zlarimdan. To'y bazmda chin do'stlarim davra naqshi, bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi. Dostum, sog'indingmi bolalikni? Ey dostum, sog'intirdi bolalikni. Qo'lchidan aytishladi, boychidan tanib kishinadi. Qo'lchidan aytishladi, qo'lga tegini olchin, tumida menda yorchin. Qo'lga tegini olchin, tumida menda yorchin. Bu yolg'onchi dunyoda o'tkinchi yuribari, hayot maydoni bilsak, asli o'zi ko'rkari. Bos qanchimiz, ochaqli yigitga bos. Bos qanchimiz, ochaqli yigitga bos. Yigit boshing ko'tar, yashagan yigitga bos. Javob boshing ko'tar, yashagan yigitga bos. Osanda o'qigan o'zinglar, bugun kuyan o'zinglar. Osanda o'qigan o'zinglar, bugun kuyan o'zinglar. Shayladim amonni bevafo, davraga qilsam o'zim yo. Sen
oldum yürekке. Siz 60 kavrulun akarkanım. Gidilere gidip aldım bana canım. Sağdım kanım faydası yok sağdım. Varamadım yanına ben varamadım. Siz 60 kavrulun akarkanım. San'atkor singlimiz Malika Buturga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Katta hissa qo'shgan ustozlarimizdan tabriklar tilaymiz. Mana shu 3 ta sinf bayram tashkilotchilarini 1-sinfda o'qitgan Erkinoy opa Norboyeva, Karomat opa Nurmatova, Shomrat ustozimiz Turopovni mikrofon qarshisiga boshlang'ich sinf ustozlari qo'llaridan tutib yozishni, o'qishni o'rgatgan ustozlarimizni shu bilan birgalikda katta hayot yo'liga kuzatib qo'ygan bitiruvchi sinfda rahbarlik qilgan ustozlarimizdan Eshniyoz domla Xidirov, Qo'rg'onboy domla Xo'jamqulov, Arzigul domla Mamanova ustozlarimiz marhamat qilasizlar. Mana shu shogirdlaringizni quvonchli onlarida yurtdoshlarimizni qo'shaloq bayramlar ostonasida qutlamoq uchun faxriy ustozlarimizni badiiy maydonchamizga taklif etmoqdan baxtiyormiz. Marhamat. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Erta sahar turganlarim, duo qilib yurganlarim, jondan yaxshi ko'rganlarim, assalomu alaykum. Niyatlari izgilarim, aka uka singillarim yoki o'zim tengilarim, assalomu alaykum. Dilni dilga berganlarim, uzoq hayol surganlarim, jon o'quvchim deganlarim, assalomu alaykum. Qalbi daryo yurtdoshlarim, ko'zi chaqin quyoshlarim, sizsiz aziz shogirdlarim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Hammangizni Navro'z olam bilan tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umr, salomatlik tilayman. Har doim mana shunday yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Mana shunday bayramlarimiz juda ham ko'p bo'lsin. Avvalambor birinchi boshlab bergan 76-yil bolalarga 75-yil bolalarga juda katta rahmat. Mana shuni davom etib kelyapti. Bundan keyin ham hammasining hech qachon o'rni yo'qolmasin. Hammasi o'z o'rnida bayramlarda ishtirok etib yursin. 88-yil o'g'illarim, qizlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qilgan ihsonlaringni Allohim dargohida qabul qilib, bundan-da ko'p rizqli, nasibali, baxtli, taqatli bo'linglar. Ota-onalaring baxtiga, bizning baxtimizga, farzandlarimiz baxtiga sog' salomat bo'linglar. Yuqoridagi barcha yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda sizlarga juda ham katta rahmat, mehmonlarimizga ham rahmat. Mana shunday bayramlarimiz har doim bo'lsin. Rahmat o'g'illarim, qizlarim, tashkilotchilarim, qishloqdoshlarim. Sog' bo'lingizlar. Rahmat. Assalomu alaykum qishloqdoshlarim. Hammalaringizni kirib kelgan Navro'zi olam kechagi hayit bayramlari bilan tabriklayman. Qadri bilan qadrdonlarim, qishloqdoshlarim, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizning oilalaringizga baxt tilayman. Sog' salomat bag'ri bitimlikda ko'rishib turish har birimizga nasib qilsin. Mana bu yil 88-yilda tug'ilgan aziz o'quvchilarimiz bayram qilyapti. Mana bular ham qo'shganlari bilan qo'shaqari, bola chaqalari bilan, ota-onalari bilan, rizq nasibalari bilan hayotda har biri o'z o'rnini topib, baxtli, farovon hayot tilayman bularga. Hammalaringizga qatnashib turganlaringizga rahmat. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zingga bek, o'zing sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi, topingan kashonam deymi? O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Sen
Assalomu alaykum, hurmatli davra ahli. Mana bugun sobiq o'quvchilarimiz bo'lmish 88-yilda bitirgan o'quvchilarimiz bir yaxshi Navro'z bayrami o'tkazib beryapti. Bundan juda ham xursand bo'ldim eshitib. Bularga hammalariga juda katta rahmat. Ishlari bundan-da yaxshi bo'lsin. O'g'illari, qizlari o'zlaridan-da yuksak o'quvchilar qizlari bo'lsin. Shu o'quvchilarimning ishlariga omad, oilalari bilan baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Mana kelajakda ishlariga yana ham rivoj tilayman. Aziz yurtdoshlarimizning ham ishlari yaxshi bo'lsin. Hammalari juda ham bir tinchlik zamonda yashayapmiz. Bundan-da yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bunday o'quvchilarimiz yana ham ko'paysin. Hammalaringizga juda ham katta rahmat aytamiz. Oilaviy baxt, taxt tilaymiz. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar, ko'rishing. Mehmonda mana. Shogirdlar kamolini ko'rish, ular izozida, ardog'ida bo'lish har bir ustozga nasib qilsin. Tog'i toshni qir qilgan, ikki yoshni bir qilgan. Salom, kelin salom, avval Xudoga salom. Makkatilloning yo'lida, joy namozi qo'lida. Salom, kelin salom, eshon bobolarga salom. Oxiratdan o'ylagan, oqro'moldan o'ragan. Salom, kelin salom, mamolarga bir salom. Navruz qachon deb so'ragan, pastevordan qaragan. Salom, kelin salom, qishloqdoshlariga bir salom. Darvozani keng ochgan, to'y qildim deb zar sochgan. Salom, kelin salom, qaynotalariga bir salom. Tojimdir o'zga tojim yo'q. Yolg'iz visolingdan bo'lak meni hech ehtiyojim yo'q. Mehrim poyandoz aylayin yor, sen kelar yo'lga qarab, jonim beray suyunchiga boshqa boju xirojim yo'q. Yuzing quyoshidan saram bo'lsam olis misoli men zafaron bir giyohdirman, ishq bog'ida rivojim yo'q. Yor so'zlaringni sog'inib, tunlar yonib bitsam g'azal, qo'shiq bo'lib yetsa senga netay boshqa ilojim yo'q. Bayram muborak bo'lsin, marhamat. Jonim masir, so'zingdagi yilmoqlaringda, iymoq emas, dil ilingan barmoqlaringda. Jonim masir, so'zingdagi yilmoqlaringda, iymoq emas, dil ilingan barmoqlaringda. Jonishtasin gajak tarmoqlaringda, yo'qay hoki zulmiyaday yo'loqlaringda. Yo'qning shaklidagi so'ra